Uy sharoitida shirin olmalardan sirka tayyorlaymiz. Demak, olmalarni yaxshilab yuvib oldik va sokovijmalkadan mana shu shaklda chiqarib oldik. Olmani so'kidan va qoldog'idan ham foydalanamiz. Va achitish uchun albatta tabiiy olma sirkasi lozim. Agarda bo'lmasa xavotir olmang, oddiy shakar ham bo'ladi. Demak, sokni solamiz va olmadan qolgan mana shu qoldiqlarni ham, ya'ni po'sti yaxshilab bularni ham solishimiz kerak, chunki achitish jarayonida, ya'ni sirkani tayyorlash jarayonida bular juda ham aktiv, faol ravishda ishtirok etadi. Demak, achitish uchun tabiiy olma sirkasi 1 stakan 200 ml miqdorida yoki shakar. Agar olma sirkangiz bo'lmasa, xavotir olmang, shakardan ham foydalansak bo'ladi. Va albatta sof, toza ichimlik suvidan, krandan ishlatmaymiz. Demak, mana shu shaklda 3 litrni to'ldiramiz va 2 barmoq hajmida joy qoldiramiz. Va hammasini yaxshilab aralashtirgandan so'ng ustini qog'oz, salfetka yoki marli bilan mana shu shaklda yaxshilab yopib, ustini mana shu qora material bilan o'rab olib qo'yamiz. 1 oy davomida har kuni aralashtirishimiz kerak. Har kungi jarayonni keyingi videolarda tomosha qiling.